Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyamızla başlayımız. Leksiyada size gayıyoruz. Washington'dan sözdeyimiz. Alma məhsullatlarını setiş çeklendi. Yani alma şirketinin məhsullatlarını setiş çeklendi. Jungo ahırı bir pay ok attı. Mavzulu haber 6. ayının 18. günü Van Vitor beti ilan kılın. Haber mındak başlandı. Huawei məhsullatları Amerikada çeklengendiği keyin, Jungo'nun Huawei şirketinin məhsullatları Amerikada tekşürülgendiği keyin, Zhongsheng şirketleri tekşürüldü. Onun keyinden Tencent şirketinin üstüden arz kılındı. Bu hemmisi Jungo'nun şirketleri, Amerikada kurulgan şirketleri. Arz kılındı. Şundakla Amerika süratlik tümür yolunu kelişimini bekar kıldı. Amerika Qo'shma Shtatlar arka-arkadan Jungo şirketleriga qo'l soldi. Kishilarning g'azabi chekiga yetdi. O'zining yo'li bilan o'zini boplash kerak. Bugun Jungo qo'l solib, olma shirkatini badal to'lashga majbur qildi. Tuni kechda Beijing Aqliy mulk huquqi idorasi qaror chiqarib, alma şirketinin iPhone 6 bilen Phone 6 Plus iki xil yan fonның taşqi sexmisi Shenzhen Beyli şirketinin patent huquqiga daxli tarif qildi deb hukm chiqarib, alma şirketinin mahsulotini setishni cheklab, Zhongshan şirketinin mahsulotini setishlerini to'xtatdi. Masalan, Jungo'da bu şirketlerin mahsulotlarini setishni dastlabda Beijingda to'xtatdi. Bu yerdagi sabab nima ekanisa, alma şirketi ishlab chiqargan yuqoridagi 6 belgilik yanponning tashqi qiyofati ya tashqi shakli Shenzhendagi Jungo'ning Beyli şirketi ishlab chiqargan yanponning tashqi shakliga o'xshab qolib ko'ringlar hozir. Bunda texnikani Amerikaliklar Beijingda Shenzhendi, ya'ni Jungo'likning texnikasidan ko'chiribdimish. Ama gapni anglab qo'yinglar vatandoshim. Alma şirketi ciddi inkas qaytarib, adliyaga tayinib, qonun bo'yicha cheklimini bekor qilishni talab qildi. Shundaqla Jungo davlat ichidagi iste'molchilarga uqtirish qilib, alma mahsulotlarini normal sotib olishga bo'ladiganligini bildirdi. Alma şirketi yüzden uqtirishni chiqarayverdi. Biz ham normal sotaveramiz dedi. Lekin arzmi qildi. Alma şirketi ta'kidlab bundaq ko'rsatdi. Jungo'dagi bozorimizda davomli qo'g'daymiz. Tashabbuskorlik bilan zarba beramiz. Bu deganlik alma şirketi Beijing Aqliy mulk idorasining chiqargan qaroridan norozi bo'ldi deganlik edi. Parvo qilmayla qolmasdan hatto Aqliy mulk idorasining ustidan sotqa arz qildi. Alma şirketi bularga parvo qilmay, va Aqliy mulk idorasining ustidan sotqa arz qildi. Agar adliya Beijing Aqliy mulk idorasining ustidan sotqa arz qilingan arzni bekor qiladigan bo'lsa yoki bekor qilmasa rad qiladigan bo'lsa, undaqda alma şirketining bu ikki xil yanponi Beijingda hatto butun mamlakatda setishni cheklagan mahsulot bo'lib qoladi. Bunday aytganda Beijingdagi adliya agar alma şirketining mahsulotlarini setishni cheklaganligi uchun Beijing Aqliy mulk idorasining ustidan arz qilgan bo'lsa, bu arzni adliya rad qiladigan bo'lsa, undaqda alma şirketining mahsulotlari Beijingda emas, butun mamlakat bo'yicha setishni cheklangan bo'ladi. Jungo'ning bozori alma şirketi aytganda ajallik edi, nihoyatda keng bozor edi demakchi. Beijing bozori va butun Jungo bozordan ayrilib qolsa, alma şirketi bir aqli vayron bo'lishi tamoman mumkin edi. Bu yılın başında alma şirketinin elektronlu kitapları ve kino mülazimeti Jungo'da tekşiriş idaresinin tekşirişine uçurgan idi. Amerika'nın Huawei, Zhongshan şirketlerine devamlı tekşirişine qaraganda ve tümür yol to'xtamini yeritib o'tishga qarab turolmaymiz deyishdi. Biz arqa murassa qilavermaymiz deyishdi Beijingdagi Jungo'nun Aqliy mulk şirketi. Devletning manfaatini qo'g'dash
şipanını küçeytişimiz gerek. Amerika'nın Cungo'daki şirketlerini bedel төлeydiğen orungu düşürüp koyuşumuz gerek deyişti. Cungoluklar bundan keyinki bir qancha ay içinde almış şirketi texmi qattiq tekshirishga duch kelishi mumkin deyishdi. Bugun zarb berish birinchi qatamliq o'qya etishdi. Amerika'nın iqtisodiy yoki Amerika'nın Beijing yoki Jungodagi shirkatlarga tunji bo'lib o'q etishi yoki zarba berishi bunaqa aytganda almış şirketining mahsulotlarining Beijingda sotilishini cheklashdan boshlandi. Mayli qandaq bo'lsa Beijing aqli mulk idora qilish tegishli ish qildi. Ko'chirma-kashlik bu ko'chirma-kashlikdir. Jazolash bu jazolash qita'alliqdir. Chige degan kishi bu xabarning avtori ekan. Demak, bu yerda hozir Amerika ko'chirma-kash bo'libdi. Jungoning mahsulotlarini ko'chirib olibdi. Mushu bahonada hozir almış şirketining Beijingda mahsulotlarni setishi chekildi degan gap yaman nozik yagi esildi. Jungo hukumati boshqa Janubiy dengiz va boshqa masalalar to'g'risida uni buni deyishgan bo'lsa boshqa gap. Lekin iqtisod sohasida intayin nozik yagi qo'l solib qo'ydi Jungo hukumati deganlikda.